Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizni kuzatib boruvchilar, kanallarimiz obunachilari. Bugun 29-dekabr 2025-yil ish jarayonidan video obzor qilyapmiz. Mana bu yerda bioreaktorimiz bor, tayyor bo'lgan. Bu yoqdagi bioreaktordagi biogomuslarning hammasini bu yoqqa to'pladik. O'tgan safar nargisini bu yoqqa tashladik. Endi buni uni ustiga tashladik-da va buni o'rniga bo'shagan joyiga go'ngni tashlab qo'ydik. Endi buni ichidagi chuvalchanglar bunga bosqichma-bosqich o'tib boradi. O'tgan safar mana bu yerda shunday qilib buni ustiga otuvdik. Bunga go'ng tashladik. Endi bunga ancha chuvalchanglar o'tdi. Mana bu to'plab qo'ydik. 100% tayyor bo'lgan biogo'miz. Qariyb 1 yilga yaqin mobaynida tayyor bo'lib, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari qayta ishlab 100% biogomus holatiga keltirilgan biogomuslar. Bular ham ancha qurib qoldi. Xudo xolasa elashga tayyor bo'lib qoldi. Nasib qilsa buni ham elashni boshlaymiz. Kimga biogomus kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Hozirda biogomuslarimiz bor. Yog'ingarchiliklar bo'lgani uchun 3-4 kun qor yog'di. Shuning uchun 3-4 kun videoga olmadik, o'zi dam oldik. Yog'ingarchilikda ishlamadik. Biogomus sotuvlari xudo xohlasa davom etmoqda. Bioreaktorimiz hozir yonimdan ko'rsataman. Chuvalchanglari bilan to'la. Buni biz inkubatsiya qilib qo'ydik. Kimga chuvalchang kerak bo'lsa mana shu yerdan olib beramiz. Va mana bu yerda men yig'ib qo'ygan biogomuslarimizni bosqichma-bosqich elab boshlaymiz. Xudo xolasa elanayotgan jarayonlarni videoga olamiz. Bu yerda xudo xolasa 20 tonnadan oshiq biogomuslarimizni yig'indisi bor. 20 tonnadan oshiq nasib qilsa. Kimga biogomus kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefonlarimiz 97lik 244 44 06. Manzilimiz Uzun tumani Yangi Ro'zg'or mahallasi. Chuvalchang kerak bo'lsa, chuvalchanglarda ham qilib beramiz, chiroyli qilib. Yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Tashqaridagi bioreaktorlarimiz ham yotibdi. Hammasini yangi go'nglar tashlab, ichiga chuvalchanglar tashlaymiz. Endi yog'ingarchilikda bu yog'i faqat yeb ishlab yotishadi. Suv sachish qanday bo'ladi deganlarga. Mana tashqaridagi bioreaktorlarimiz. Suv endi o'zi nam havo, salqin havo, uning ustiga yomg'irlar, qorlar yog'yapti yaxshigina. Mana endi 2 kun, 3 kundan beri yog'ingarchiliklar to'xtab hamma joy quridi. Yana kutamiz 1-2 kun, xudo xolasa yog'ingarchilik bo'lsa suv sachilmaydi. Bo'lmasa keyin ustiga suv sachib qo'yamiz. Endi qishki kunida suv sachish zarur emas. Sababi o'zi nam havo, yog'ingarchilik ora kunda bo'lyapti. Mana bioreaktorlarimiz mana shunday holatda. Ichida chuvalchanglar ishlab yotibdi. Hech narsa qilmaydi. Yomg'ir, qorlar navrot maza qilib go'nglarni yuvib, chuvalchanglarga ancha yordam beradi. Go'nglarni olib kelyapmiz mana. Go'nglar holatlari zaxira qilib olib kelib qo'ydik. Chirigan go'nglar. Zaxira go'nglari o'rinma-o'rin ustiga tashlab boramiz. Mana biogomuslar Vichy sort 05 razmerida elangan, sifati a'lo darajada, namlik holati past. Kimga kerak bo'lsa mana xudo xolasa hozircha 5-6 tonna biogomusimiz bor, tayyor. Toshkentda meni o'zimga ham murojaat qilishdi, taklif berishdi. O'zimning xonadonimga ham kelib ko'rib ketishdi. Xitoydan bir pachkalik dori chiqyapti ekan. Ximikat albatta xitoyliklar ishlab chiqaribdi. Bir pachkasi $200 ekan. Go'ngga, oddiy go'ngga, hali boya ko'rsatgan go'ngimda bir karavat setkada elab olib, to'plab qo'yib, o'shunday to'plab haligi dorini 20 litr suvga tayyorlab, ustiga sachib, ustini klyonkalab yopib qo'yarkansiz. 15 kunda o'zi go'mus holatiga kelib qolarkan. Ximikat asosida, dori-darmon asosida Toshkentliklar, endi hammasi ham emas, ayrimlari
shunday qilib go'mus tayyorlab sotishyapti ekan. Tez va oson bo'ladi, chuvalchangga boqib o'tirmaysiz deyishdi. Endi bitta narsa sizlarga savol. Biogomusni olishlaridan maqsad nima? Biogomus tabiiylik, bu organik o'g'it. O'zi menimcha shu tabiiy narsa shu faqat biogomus qolishi kerak. Buni mana biz go'ngda olib kelib, buni chiritib, buni chuvalchanglarga 6 oy, 7 oy yegizib, ustiga suv sachib qancha tayyor bo'lgan biogomuslarni quritib, uni elayni o'tkazib mana shunday holatga keltirdik. Mana shu 100% tabiiy tayyor biogomus. Hech qanaqa hech narsa aralashmagan. Ko'pchilik biogomusga o'zi nima aralashtiriladi deydi. Biz tushunmaganda hech narsa aralashtirilmaydi. Biogomusga nimadir aralashtirdimi demak uni olmaydi. Mana shu biogomus faqat go'ngdan, molni, qo'yni, otni go'nglaridan, ya'ni poralardan tayyor bo'lgan biogomus. Boshqa hech qanaqa aralashmaydi o'zi bunga. Endi haligi toshkentlik akalar aytgan biogomusni ham olishyapti ekan, osh bo'lsin, lekin tabiiy-ku, mana tabiiy narsani olinglar. O'zi tabiiylik biogomusga o'zi ko'pchilik talabi kuchaygan sababi hamma joyda dori-darmon, ximikatlar bosib ketgani uchun. Yerda ham kuchlarini dori-darmonlar olib qo'ydi. Bu biogomus yerga kuch beradi. Ekayotgan ko'chatlaringizga, urug'laringizga kuch beradi. Yana hammani o'zining tanlovi bor. Gap kelganda aytib qo'ydim. Sog'-salomat bo'linglar, kunlaring xayrli va barakatli o'tsin. Xudo xolasa sotuvlarni videoga obzor qilib qo'yib boramiz. Ish jarayonlari ketyapti. Omon bo'linglar.